Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma sog' salomatmi? Mana shu molimiz traumatik retikulit, ya'ni to'r qoringa sim sanchilgan degan diagnozni qo'yyapmiz. Hozircha 9 oylik homilasi ham bor. Shu oyda oxirigacha tug'ish kerak. Buni belgilari asosan harakatda o'zgarish sezilgan, bellar ozgina do'ng holatda turibdi. Bu keyin boshlanish payti agar o'tga bosh qo'yib yuborilgan, shunda o'ynoqlab ozgina to'polon qilgandan keyin shu holatga tushib qolgan. Endi harakatlanganda ham ozgina ovqat yeganda inqillash belgilari kuzatilyapti bunda. Ishtahadan hozir to'liq qolgan. 2 kun ukol qilindi, 3 kun ukol qilindi, foydasi bo'lmadi. Mana endi Allohga tavakkal qilib, Xudo xohlasa, Xudo o'zimizda yorug' qilsa, operatsiya jarayonini o'tkazamiz, hammasini ko'rsatib boramiz. Narkoz berildi, shogird dezinfeksiyada. Boshdan maydadan boshladik. Mana samarangiz. Usta ekan bu. Usta ekan. Qo'shlar ham bor. O'zimizni o'tdan chiqarib, o'zimizni ham tayyorlashdik-da. Nima balolar bo'ladi, bilmadim. Bo'lsa qo'shlarmamilar kesadigan lezbaga o'xshagan narsalar bo'ladi, bilmadim. Qo'sham bor ekan. Arqanda, menimcha. Paxta bo'lsa-da. Yo'q, paxta emas. Paxta hazm ketmaydi. Paxta bunaqa bo'lmaydi. Malinaqa paxtada chigitli paxta bo'lishi mumkin. Yo'q, bu arqonli, prinsip, shunaqa narsalarni keladi. Arqonlar to'planib shunaqa ketadi. Yuvam. Mana operatsiyamiz tugadi. Tog'am egasi. Bu ta'sirotlar qanday? Mana ochgan joyimiz. Yaxshi, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi bo'lib ketsin. Ketsin. Qani bu olgan narsalarimiz ichidan. Aqabaqa o'tib ketib qoldi. Ichidan chiqqan narsalar. Nima bu? Shunaqa narsalar bilan boqmanglar mollaringda. Hamma narsa bor ekan buning ichidan. Ichidan o'tkir narsalar ham bor, qaytlargadir o'tib ketib qoldi. Mana bu yerda turibdi, bunaqa narsalar mana. Yana qayerlardadir bor. Kimda qanaqa fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar.